Doktor Alidan ajoyib yangilik. Erkaklar immun tizimini mustahkamlash uchun mo'ljallangan organik va halol Doktor Ali rohat kompleksini taqdim etamiz. Rohat to'plami mutlaqo bezarar bo'lib, tarkibi ekologik toza sharoitda yetishtirilgan ginko biloba, guava, papaya, goji va yana 20 dan ortiq o'simliklarning urug'lari, mevalari va ekstraktidan tayyorlangan. Doktor Ali rohat to'plami Yevropa standartlariga mos ravishda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan Mehrgiyo korxonasiga qarashli 500 gektardan ziyod ekin maydonlarida shifobaxsh o'simliklardan talablarga javob beradigan organik va tabiiy holatda ishlab chiqariladi. Rohat to'plami yuqori sifatni tasdiqlovchi bir qancha xalqaro sertifikatlarga ega. Bulardan USD Organic, EU Organic, Non-GMO va halollik sertifikatlari jahon standartlariga mos. Rohat to'plamini iste'mol qilishni boshlaganda 3 va 7 kun o'tib, erkaklar immun tizimida ijobiy natijalar sezila boshlanadi. Xususan, mahsulot tanaga singishni boshlaganida oyoq-qo'llardagi uvushish va muzlashlarni bartaraf etishga yordam beradi. Tana bo'ylab suyuq qon aylanishini yaxshilaydi va bosh miyada qon aylanishini rag'batlantirishga yordam berganligi sababli tiniqib dam olib uxlashingizga yordam beradi. Bundan tashqari rohat kompleksi asabiylik, holsizlik, bosh og'rig'i, yuqori charchoq va quloqdagi shovqinni bartaraf etishga yordam beradi. Natijada tanaga energiya qaytadi va samaradorlik oshadi. Mahsulotning asosiy ta'siri erkaklarda immun tizimini ko'tarishga mo'ljallangan bo'lib, buyrak yo'llaridagi shamollash va peshobga tez-tez qatnashni bartaraf etishga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Doktor Ali rohat to'plami haqiqiy erkaklar uchun maxsus milliylik va halollik belgisi.